Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomiz hayotingizda juda muhim o'rin tutishi mumkin bo'lgan bir masalaga bag'ishlanadi. Sizga katta miqdordagi qo'shimcha to'lov kelmasligi mumkin agar siz bitta muhim ishni qilmasangiz. Minglab, balki 100 minglab oilalar, pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar hozirda juda katta miqdorda qo'shimcha moddiy yordam olish imkoniyatiga ega bo'lib turibdi. Ammo shu imkoniyatdan to'liq foydalanish uchun ular bilishi shart bo'lgan bir nechta muhim yangiliklar bor. Ushbu ma'lumot har birimiz uchun nihoyatda muhim va dolzarb. Chunki bu sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin. Bu faqatgina bir necha kishiga tegishli emas, balki keng aholi qatlamiga daxldor bo'lgan yangilikdir. Shuning uchun bu videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Zero birgina e'tiborsiz qoldirilgan detal ham sizni bu to'lovdan mahrum etishi mumkin. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Toki bu muhim ma'lumot boshqa ko'plab insonlarga ham yetib borsin. Zero har bir like va obuna orqali bu video qamrovi kengayadi va ko'proq odamlar xabardor bo'ladi. Muammoning mohiyati avvallari davlat tomonidan beriladigan ko'plab ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va kompensatsiyalar ko'pincha eskirgan tizimlar orqali qog'oz shaklidagi arizalar asosida yoki ba'zi hollarda avtomatik tarzda shaxsning shaxsan ishtirokisiz mavjud ma'lumotlar bazalariga tayangan holda amalga oshirilardi. Masalan, pensiya yoki nafaqalar, ba'zi hollarda fuqarolik holati dalolatnomalari, yozuvlarni yoki boshqa davlat organlari ma'lumotlarini o'z ichiga olgan yagona elektron ma'lumotlar tizimi orqali to'g'ridan-to'g'ri hisoblanib, plastik kartalarga o'tkazilar edi. Bu jarayon nisbatan sodda bo'lib tuyulardi va ko'plab odamlar uchun qulaylik yaratardi. Chunki ulardan hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmasdi. Fuqaro davlat muassasasiga borishi, uzun navbatlarda turishi yoki murakkab hujjatlar to'plamini yig'ishi shart emas edi. Hamma narsa belgilangan tartibda o'z-o'zidan amalga oshiriladigan mexanizm edi. Bu usulning o'ziga xos qulayliklari bor edi. Ya'ni fuqarolarga ortiqcha ovoragarchilik tug'dirmasdi va bürokratik to'siqlarni minimallashtirardi. Biroq bu tizim o'zining kamchiliklariga ham ega edi. Masalan, ma'lumotlar eskirishi, fuqarolarning hayotidagi o'zgarishlarga tezkor javob bera olmaslik yoki to'lovlarni chinakam ehtiyojmandlarga manzilli yetkazishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin edi. Biroq zamonaviy jamiyat rivojlanishi, davlat xizmatlarini raqamlashtirishga bo'lgan intilish va ijtimoiy adolat ta'minlash maqsadida bu tizimda katta o'zgarishlar yuz berdi. Endilikda yangi ijtimoiy to'lovlar dasturi yoki mavjud to'lovlarga nisbatan qo'shimcha mablag'larni olish uchun ko'p hollarda fuqarolardan faol ishtirok, ya'ni shaxsiy harakat talab etiladi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof, adolatli va manzilli qilish maqsadida yangi tartiblarni joriy qildi. Bu o'zgarishlar asosan to'lovlar chinakam ehtiyojmandlarga yetib borishini ta'minlashga qaratilgan. Oldingi tizimlarda ba'zan ma'lumotlar eskirib qolishi, fuqarolarning moddiy ahvoli o'zgargani hisobga olinmasligi yoki boshqa sabablar bilan to'lovlar noto'g'ri taqsimlanishi mumkin edi. Misol uchun, kimdir ilgari kam ta'minlangan deb hisoblangan bo'lishi mumkin. Ammo uning daromadlari oshgan bo'lsa-da, tizim bunga avtomatik tarzda moslasha olmasdi. Yoki aksincha moddiy ahvoli yomonlashgan fuqarolar davlat yordamiga kechikib ega bo'lishlari mumkin edi. Yangi tartibga ko'ra, davlat endi faqat o'zida mavjud bo'lgan, ba'zan yangilanmagan ma'lumotlar asosida qaror qabul qilmaydi. Aksincha fuqarolarning joriy holati, daromadlari, oilaviy ahvoli va boshqa muhim omillarni aniqlash uchun ularning o'zlaridan ma'lumotlarni so'rab olishni, ba'zan esa bu ma'lumotlarni elektron shaklda tasdiqlashni talab qiladi. Shuning uchun avvalgi kabi avtomatik ravishda pul keladi degan tushuncha endi ko'p holatlarda amal qilmaydi. Agar siz belgilangan harakatlarni qilmasangiz, ya'ni kerakli ma'lumotlarni taqdim etmasangiz yoki ariza topshirmasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan katta qo'shimcha to'lovni olmasligingiz ehtimoli juda yuqori. Bu o'zgarish nafaqat sizning foydangizga, balki tizimning umuman samaradorligi va adolatliligini oshirishga qaratilgan muhim qadamdir. Chunki endi davlat resurslari eng zarur bo'lgan joylarga aniq yo'naltiriladi. Bu shuningdek shaffoflikni oshiradi va korrupsiya holatlarining oldini olishga yordam beradi. Birinchi asosiy qism. Batafsil tahlil nima bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kimga bu taalluqli emas? Eng avvalo shuni bilish kerakki, yangi tartibga ko'ra ko'plab ijtimoiy to'lovlar va qo'shimcha moddiy yordamlar endilikda manzillilik
prinsipi asosida amalga oshiriladi. Ya'ni pul faqatgina unga haqiqatan ham muhtoj bo'lgan shaxslarga va oilalarga yo'naltiriladi dedi. Buning uchun esa sizning joriy holatingizni tasdiqlovchi ma'lumotlar talab etiladi. Bu ayniqsa yangi turdagi ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordamlar, shuningdek pensiyalarga qo'shimcha ustamalar yoki kompensatsiyalar olishni istaganlar uchun juda muhimdir. Manzillik prinsipi davlat resurslaridan samarali foydalanish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan muhim islohot hisoblanadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bu birinchi navbatda quyidagi toifadagi fuqarolarga tegishli. 1. Kam ta'minlangan oilalar. Agar sizning oilangiz kam ta'minlangan deb hisoblansa va siz davlatdan muntazam ravishda ijtimoiy nafaqalar oladigan bo'lsangiz yoki shunga da'vogar bo'lsangiz, endi sizdan oilangizning daromadlari, mol-mulki va boshqa ahvol to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda yangilab borish talab qilinishi mumkin. Yangi qoidalar bo'yicha, masalan, har 6 yoki 12 oyda bir marta oilaning ijtimoiy ahvolini qayta ko'rib chiqish va tegishli ma'lumotlarni elektron platforma orqali tasdiqlash zaruriyati paydo bo'ldi. Bu oilaning moliyaviy holati o'zgarishi mumkinligini hisobga olgan holda qilinadi. Agar siz bu ma'lumotlarni taqdim etmasangiz, avvalgi to'lovlaringiz ham to'xtatilishi yoki yangi qo'shimcha yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Chunki davlat tizimi sizning aktual ehtiyojingizni tasdiqlay olmasligi mumkin. 2. Pensionerlar, ayniqsa uzoq yillik ish stajiga ega bo'lgan ma'lum bir sohalarda, masalan, ta'lim, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarishning og'ir sharoitlarida faoliyat yuritgan pensionerlar uchun qo'shimcha ustamalar yoki kompensatsiyalar joriy etilishi mumkin. Biroq bu ustamalarni olish uchun ko'pincha qo'shimcha ma'lumotlar, masalan, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, malaka to'g'risidagi guvohnomalar yoki boshqa arxiv ma'lumotlarni taqdim etish talab qilinadi. Ba'zan bu ma'lumotlar avvalgi tizimda elektron bazada mavjud bo'lmasligi mumkin. Chunki ko'plab eski yozuvlar qog'oz shaklida saqlanib qolgan. Masalan, agar sizning ish stajingiz to'liq elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, uni qo'lda qayta kiritishingiz yoki tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Bu holda sizning mehnat daftarchangiz yoki arxivdan olingan ma'lumotnomalar asosiy hujjat bo'lib xizmat qiladi. 3. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalari. Nogironlik nafaqasi oluvchilar yoki nogironligi bo'lgan shaxsga qaraydigan oila a'zolari uchun ham yangi turdagi yordamlar yoki kompensatsiyalar joriy qilinishi mumkin. Lekin ularni olish uchun nogironlik darajasi to'g'risidagi tibbiy xulosalarni yangilash, oilaning daromad holatini qayta tasdiqlash yoki yangi imtiyozli xizmatlardan foydalanish uchun alohida ariza berish talab qilinadi. Ba'zan nogironlik muddati o'tgan bo'lsa va uni uzaytirish uchun belgilangan tartibda hujjatlar topshirilmasa, nafaqa to'lovi to'xtatilishi mumkin. Yangi yordam esa umuman berilmaydi. Bu esa nogironligi bo'lgan shaxsning moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 4. Yosh oilalar va homilador ayollar, bolali oilalarga beriladigan nafaqalar. Tug'ruq nafaqasi va boshqa imtiyozlar bo'yicha yangiliklar paydo bo'lganda, ularni olish uchun ham elektron ariza berish yoki tug'ilish haqidagi guvohnomalarni tegishli tizimga kiritish kerak bo'ladi. Masalan, har bir bola uchun beriladigan yangi bir martalik yordam puli avtomatik ravishda emas, balki onaning arizasi asosida berilishi mumkin. Bu bolaning tug'ilganligini va oilaning tegishli imtiyozga egaligini tasdiqlash uchun zarurdir. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning hozirgi pensiya yoki nafaqalaringiz barcha belgilangan me'yorlar bo'yicha hisoblanib, doimiy ravishda olib kelayotgan bo'lsangiz va siz yuqorida sanab o'tilgan yangi ijtimoiy to'lov dasturlaridan foydalanishga da'vogar bo'lmasangiz, shuningdek, davlat sizning barcha ma'lumotlaringizni to'liq elektron bazada saqlaganligiga amin bo'lsangiz, hozircha qo'shimcha xavotirlanishga hojat yo'q. Masalan, agar sizning pensiyangiz yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa va ish stajingizga oid barcha ma'lumotlar elektron tarzda kiritilgan bo'lsa, sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmasligi mumkin. Biroq ehtiyotkorlik hech qachon zarar qilmaydi va yangiliklarni muntazam kuzatilmaydi. Va yangiliklarni muzlatib borish har doim tavsiya etiladi, chunki qonunchilikda har qay vaqtda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Sizning holatingiz avtomatik deb hisoblansa ham, birorta ham muhim yangilikni o'tkazib yubormaslik uchun rasmiy manbalarni doimiy tekshirib turish sizga faqatgina foyda keltiradi. Quyida bir nechta aniq realitet misollarni ko'rib chiqamiz. Ular sizga vaziyatni yanada aniqroq tushunishga yordam beradi.
Birinchi misol, Fatima opa va uning pensiyasini qayta hisoblash 7 yoshli Fatima opa umri davomida yarti yil pedagogik sohada mehnat qilgan. Uning pensiyasi har oyda 1 million 800 ming so'mga teng edi. Yangi qonunga ko'ra, ta'lim sohasida uzoq yillar mehnat qilgan pensionerlarga, shu jumladan Fatima opaga ham pensiya miqdoriga qo'shimcha 300 ming so'm ustama berilishi belgilandi. Bu ustama ijtimoiy sohalarda xizmat qilganlarga davlat tomonidan ko'rsatilgan ehtirom va qo'llab-quvvatlash belgisi edi. Biroq bu ustamani olish uchun uning mehnat stajiga oid barcha ma'lumotlar, ayniqsa turli maktablarda ishlagan davrlari bo'yicha ma'lumotlar yagona elektron mehnat daftarchasi tizimida to'liq aks ettirilmagan edi. Ya'ni uning oldingi ish beruvchilari barcha ma'lumotlarni elektron tizimga kiritishmagan. Bu keng tarqalgan muammo bo'lib, ko'plab eski yozuvlar hali ham qog'oz formatida saqlanib qolgan. Agar Fatima opa bu masalada tegishli harakatni qilmasa, unga 300 ming so'm qo'shimcha pul kelmaydi. Uning qilishi kerak bo'lgan ish mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, mehnat daftarchasini olib borib, undagi ma'lumotlarni elektron bazaga kiritishni so'rashi kerak edi. Bu jarayon taxminan bir hafta vaqt oladi. Chunki mutaxassislar uning daftarchasidagi har bir yozuvni diqqat bilan tekshirib, tizimga kiritishlari kerak bo'ladi. Fatima opa bu ishni qildi va endi uning pensiyasi 200 ming so'mga oshirildi. Aks holda har oy 300 ming so'mdan mahrum bo'lib, bir yilda 600 ming so'mni yo'qotgan bo'lardi. Bu esa uning yashash darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan bo'lar edi. Ikkinchi misol. Ahmad aka va oilasiga moddiy yordam bergan 5 yoshli Ahmad akaning oilasida 5 kishi bor. O'zi rafiqasi va 3 nafar maktab yoshidagi farzandlari. U rasman ishlamaydi, vaqtincha ishsiz. Rafiqasi esa kichik bir kiyim tikish ustaxonasida oyiga 1 million 500 ming so'm maoshga ishlaydi. Ular kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Chunki ularning umumiy daromadi har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan eng kam iste'mol xarajatdan ancha past. Davlat tomonidan joriy etilgan yangi oilani qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lgan oilalarga har oy 5 ming so'mdan qo'shimcha moddiy yordam ajratilishi belgilandi. Bu dastur aynan Ahmad aka kabi oilalarning iqtisodiy yukini yengillashtirishga qaratilgan edi. Ahmad aka bu to'lovdan xabardor bo'lsa-da, uni avtomatik tarzda olishini kutib o'tirdi. Chunki avvalgi to'lovlar shunday kelgan edi. Biroq yangi tizimga ko'ra, bunday yordam olish uchun ijtimoiy himoya yagona reyestriga ariza topshirish va oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron shaklda tasdiqlash talab qilinadi. Agar Ahmad aka bu arizani topshirmasa, uning oilasi bu moddiy yordamdan mahrum bo'ladi. Chunki tizim uning hozirgi ahvolini o'zi aniqlay olmaydi. U borib o'z uyidan myPogov.uz portali orqali oilasining barcha ma'lumotlarini, pasport nusxalari, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilish guvohnomalari, rafiqasining ish joyi va daromadi haqida ma'lumot kiritib elektron ariza topshirdi. Bu jarayon unga 1 soatcha vaqt oldi. Bir hafta o'tib, uning arizasi ma'qullandi va oilasiga har oy 5 ming so'mdan to'lov ajratildi. Bu bir yil davomida 6 ming so'm degani, bu esa Ahmad akaning oilaviy byudjetiga juda katta yordam bo'ldi. Agar u ariza bermaganida bu mablag'dan mahrum bo'lardi va oilasining ahvoli og'irligicha qolaverardi. Uchinchi misol, Gulnora qiz va uning nogironlik nafaqasi 25 yoshli Gulnora qiz tug'ma nogironligi borligi sababli 3 guruh nogironlik nafaqasini oladi. Uning nafaqa muddati shu yilning sentyabr oyida tugaydi. Yangi qonun hujjatlariga ko'ra, nogironlik muddatini uzaytirish uchun fuqarolar endi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMIKga shaxsan murojaat qilishlari shart. Avvalroq ba'zi holatlarda bu avtomatik ravishda uzaytirilar edi, ayniqsa kichik bolalar yoki o'ta og'ir kasalliklarga chalinganlar uchun. Ammo hozirda TMI xulosasini yangilash va uni elektron tizimga kiritish majburiy hisoblanadi. Chunki nogironlik holatining o'zgarishi yoki doimiy emasligi monitoring qilinishi kerak. Agar Gulnora sentyabr oyigacha tamakdan yangi xulosa olib, uni elektron tizim orqali tegishli organga taqdim etmasa, uning nafaqasi to'xtatiladi. Shu bilan birga nogironligi bor shaxslar uchun joriy qilingan yangi reabilitatsiya xarajatlarini qoplash dasturidan ham foydalana olmaydi. Bu dastur doirasida nogironligi bor shaxslarga yiliga 1 ming so'mgacha bo'lgan tibbiy reabilitatsiya xarajatlari qoplab berilishi belgilangan edi. Gulnora o'z vaqtida tamakdan xulosa olib, uni topshirdi. Natijada nafaqasi uzaytirildi
va joriy yilda u 800 ming so'mlik reabilitatsiya xizmatlaridan foydalanganida bu xarajat unga qoplab berildi. Bu esa uning sog'ligini tiklashda katta yordam bo'ldi. Agar u beparvolik qilganida nafaqasidan ham, qo'shimcha yordamdan ham mahrum bo'lardi. Uning hayot sifati sezilarli darajada yomonlashar edi. Ikkinchi asosiy qism istisnor yartuzoqlar, noaniq nuanslar hech bir tizim mutlaqo bir xil ishlamaydi. Shuning uchun ba'zi istisnolar, kutilmagan holatlar va diqqatni talab qiladigan noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan xalos qilishi va vaqtingizni tejashi mumkin. Istisnolar: 1. Ba'zi toifalar uchun avtomatik yangilanish. Garchi ko'pchilik uchun shaxsiy ariza topshirish yoki ma'lumotlarni yangilash talab etilsa-da, ba'zi bir noyob holatlarda ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanadi. Masalan, agar siz nogironlik bo'lgan shaxs bo'lsangiz va sizning nogironlik guruhingiz umrbod deb belgilangan bo'lsa, ya'ni muntazam tekshiruvlardan o'tish talab qilinmasa, sizga tegishli to'lovlar avtomatik tarzda davom etishi mumkin. Bunday holatlar tibbiy komissiya tomonidan belgilangan bo'lib, ular insonning sog'ligida qaytarilmas o'zgarishlar borligini anglatadi. Yoki ba'zi turdagi davlat mukofotlari egalari uchun qo'shimcha to'lovlar ham avtomatik hisoblanishi ehtimoli bor. Chunki ularning maqomi davlat reyestrida doimiy qayd etiladi. Biroq bu kabi istisnolar juda kam uchraydi va ularga umid bog'lamasdan har doim o'zingizning holatingizni aniqlashtirish tavsiya etiladi. Hech qachon shunchaki taxminlarga asoslanib ish ko'rmaslik kerak. Favqulodda vaziyatlar, tabiiy ofatlar, suv toshqini, zilzila, yer ko'chishi va boshqalar yoki boshqa favqulodda vaziyatlar natijasida jabr ko'rgan oilalarga beriladigan bir martalik yordamlar ko'pincha soddalashtirilgan tartibda. Ba'zan hatto mahallabay ishlash tizimi orqali, ya'ni fuqarolarning bevosita ariza berishini kutmasdan ham ajratilishi mumkin. Bu holatlarda mahalliy hokimiyat organlari va Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatlar asosida yordam taqsimlanadi. Chunki bu vaziyatlarda tezkor choralar ko'rish zarur bo'ladi. Ammo bu ham doimiy to'lov emas, balki bir martalik choradir va uning berilish tartibi har bir vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin. Yashirin tuzoqlar, pitfalls 1. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar. Eng ko'p uchraydigan muammo bu noto'g'ri to'ldirilgan arizalar yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar to'plamidir. Masalan, siz bank hisob raqamingizni xato kiritishingiz mumkin. Shaxsiy ma'lumotlaringizdagi biror harfni noto'g'ri yozib qo'yishingiz mumkin. Yoki oila a'zolaringizdan birining pasport nusxasini ilova qilishni unutishingiz mumkin. Hatto kichik bir xato ham arizangizni rad etilishiga yoki ko'p vaqt talab etuvchi qayta ko'rib chiqish jarayoniga olib kelishi mumkin. Bu esa sizga keraksiz vaqt yo'qotishiga va stressga sabab bo'ladi. Har bir hujjatning to'g'riligiga va to'liqligiga e'tibor bering. Har bir maydonni diqqat bilan tekshiring. 2. Muddati o'tgan hujjatlar. Ba'zi hujjatlarning, masalan, tibbiy ma'lumotnomalar, vaqtincha propiska, ba'zi turdagi sertifikatlar amal qilish muddati cheklangan bo'ladi. Agar siz muddati o'tgan hujjatlarni taqdim etsangiz, arizangiz qabul qilinmaydi va sizdan yangi aktual hujjatlarni taqdim etish talab qilinadi. Bu esa jarayonni sezilarli darajada kechiktiradi. Har bir hujjatning aktual holatini tekshirish juda muhim va agar kerak bo'lsa, ularni oldindan yangilab qo'yish maqsadga muvofiqdir. Ochiq axborotga ega bo'lmaslik. Ko'plab odamlar yangi qonunlar, qarorlar yoki dasturlar haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmaydi. Bu esa ularning tegishli imkoniyatlaridan foydalana olmasligiga olib keladi. Rasmiy manbalardagi ma'lumotlarni, xususan my.gov portaldagi yangiliklarni O'zbekiston Respublikasi hukumati portali, shuningdek ishonchli yangilik saytlari va bloglarni muntazam kuzatib borish juda muhim. Mahallalardagi ijtimoiy xodimlar yoki davlat xizmatlari markazlarining maslahatlaridan ham foydalanish mumkin. Bilim kuchdir va bu holatda moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi. Dard onlayn tizimlardan foydalana olmaslik. Yoshroq avlod uchun elektron ariza topshirish oson bo'lishi mumkin. Ammo keksa yoshdagilar yoki texnologiyadan uzoqroq bo'lgan fuqarolar uchun bu jarayon murakkab bo'lib tuyulishi mumkin. Bunday hollarda oila a'zolaridan, farzandlaridan yoki nabiralaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga my.gov.uz orqali ariza topshirishda ko'mak bera oladilar. Yoki mahalliy davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib, ularning operatorlari yordamida ariza topshirishingiz mumkin. Bu markazlarda malakali mutaxassislar mavjud bo'lib, ular barcha zarur xizmatlarni ko'rsatishga tayyor. Noaniq nuanslar, daromadlarni noto'g'ri baholash.
kam ta'minlanganlikni aniqlashda oila a'zolarining barcha daromadlari, jumladan norasmiy daromadlar ham hisobga olinadi. Ba'zan fuqarolar norasmiy daromadlarini yashirishga harakat qilishadi, lekin davlat organlari bank operatsiyalari, mol-mulk va boshqa ma'lumotlar orqali bu daromadlarni aniqlash imkoniyatiga ega. Noto'g'ri ma'lumot berish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, shu jumladan olingan to'lovlarni qaytarish va jarimalar. Shuning uchun har doim shaffof va halol bo'lish tavsiya etiladi. 2. Elektron imzo, imzo. Ko'plab elektron xizmatlar uchun elektron imzo talab qilinadi. Ba'zi fuqarolarda bu imzo mavjud emasligi sababli ular onlayn arizalarni to'ldira olmaydi. Elektron imzoga ega bo'lishni oldindan o'ylab qo'yish kerak. Uni davlat xizmatlari markazlari orqali olish mumkin va bu jarayon odatda tez hamda sodda bo'ladi. Elektron imzo hozirda ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanish uchun zarur vosita hisoblanadi. 30. Muddati tugaydigan to'lovlar. Ba'zi ijtimoiy to'lovlar ma'lum bir muddatga, masalan 6 oy yoki 1 yil muddatga beriladi. Bu muddat tugagandan so'ng to'lovni davom ettirish uchun qaytadan ariza topshirish yoki ma'lumotlarni yangilash talab qilinishi mumkin. Bu vaqtda esdan chiqarmaslik lozim. Ko'pchilik bir marta to'ladilar, endi doim keladi deb o'ylaydi. Lekin bu noto'g'ri fikr. Har bir to'lovning muddati va uni uzaytirish tartibi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish muhim. 4. Turli tizimlar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi. Hukumat ma'lumot almashinuvi tizimini takomillashtirishga harakat qilmoqda. Ammo baribir ba'zan turli idoralar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvida kechikishlar yoki uzilishlar bo'lishi mumkin. Masalan, siz bir organga ma'lumot topshirsangiz, ikkinchi organ bu ma'lumotni darhol ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun har doim har bir organga o'ziga xos talab qilinadigan hujjatlarni shaxsan taqdim etishga tayyor turish kerak. Hatto elektron tizimda ma'lumotlar mavjud bo'lsa ham. Ehtiyotkorlik hech qachon zarar qilmaydi. Amaliy maslahatlar: nima qilishingiz kerak? Agar siz katta qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishni istamasangiz, quyidagi aniq qadamlarni bajaring. 1. O'zingizning holatingizni baholang va imkoniyatlarni o'rganing. Avvalo, o'zingizning ijtimoiy guruhlaringizga, pensioner, kam ta'minlangan, nogironligi bor shaxs, yosh oila va hokazo tegishli bo'lgan yangiliklarni o'rganing. Hukumatning rasmiy web saytlari, masalan my.gov.uz, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi portali, Ijtimoiy himoya vazirligining sayti orqali yangi qonunlar va imtiyozlar bo'limini ko'rib chiqing. O'zingizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovlar, ustamalar yoki kompensatsiyalar bor yo'qligini aniqlang. Bu bosqichda siz aniq qaysi to'lovga da'vogarlik qilishingiz mumkinligini aniqlab olishingiz zarur. Agar shu mutaxassislardan maslahat so'rashdan tortinmang. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Sizga qaysi to'lov turi kerakligini aniqlab olganingizdan so'ng, unga tegishli hujjatlar ro'yxatini shakllantiring va ularni to'plang. Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Bu hujjatlar sizning shaxsiy, oilaviy va moliyaviy holatingizni tasdiqlash uchun zarur. A. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasi. Bu sizning shaxsingizni va fuqaroligini tasdiqlovchi asosiy hujjat. B. Ish joyi va daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma, agar ishlaydigan bo'lsangiz. Masalan, oxirgi 13 oylik maosh haqida ma'lumot. Bu sizning oilaviy daromadingizni aniqlash uchun muhim. Oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar: nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilish guvohnomalari, ajrim holatda ajrim guvohnomasi. Bu oila tarkibini va yordamga muhtoj a'zolar sonini aniqlashga yordam beradi. Mehnat daftarchasi nusxasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Pensionerlar uchun ish stajini tasdiqlash uchun. Bu sizning pensiya ustamalariga loyiqligingizni ko'rsatadi. Nogironlik guvohnomasi yoki tammak xulosasi nogironligi bor shaxslar uchun. Bu nogironlik nafaqasi yoki imtiyozli xizmatlar uchun asos hisoblanadi. Bank hisob raqami yoki plastik karta rekvizitlari pul o'tkazish uchun. Bu sizga to'lovlarni o'tkazish uchun zarur. Kadastr hujjatlari. Agar mol-mulkingiz bo'lsa, ba'zi ijtimoiy to'lovlarda mol-mulkni hisobga olish talab qilinishi mumkin. Bu sizning moliyaviy ahvolingizni to'liq baholash uchun kerak. Qo'shimcha ma'lumotnomalar, masalan, oila tarkibi to'g'risida mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma. Ba'zi hollarda mahalliy hukumat organlaridan tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 3. Arizani qayerga topshirish kerak? Arizani topshirish usullari sizning qulayligingiz va mavjud imkoniyatlaringizga bog'liq. A. Elektron shaklda tavsiya etiladi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, my.gov. Uz yagona interaktiv davlat xizmatlari
portali orqali ariza topshirish eng qulay va tezkor yo'l hisoblanadi. Bu portal orqali ko'plab turdagi ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar bo'yicha arizalarni onlayn ravishda yuborishingiz mumkin. Arizani to'ldirishda har bir maydonni diqqat bilan va to'g'ri to'ldirishga harakat qiling. Elektron imzoga ega bo'lishingiz talab qilinishi mumkin. Shuning uchun uni oldindan tayyorlab qo'ying. B. Davlat xizmatlari markazlari. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati yo'q bo'lsa yoki elektron ariza topshirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga ariza to'ldirishda va hujjatlarni topshirishda yordam beradi. Shuningdek, kerakli maslahatlarni ham berishadi. C. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari, ayrim turdagi ijtimoiy yordamlar, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga qaratilganlari mahalla idoralari orqali ham rasmiylashtirilishi mumkin. Mahallangizdagi ijtimoiy xodimga murojaat qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Ular sizning holatingizni o'rganib chiqib, tegishli yo'nalish berishadi. Pensiya jamg'armasi bo'limlari pensiyalarga oid barcha masalalar, shu jumladan qo'shimcha ustamalar va qayta hisoblashlar bo'yicha mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilinadi. Bu yerda sizga pensiya masalalarida eng aniq va to'g'ri ma'lumot beriladi. 4. Arizani qanday yozish kerak va nimalarga e'tibor berish lozim? A. Aniqlik va to'liqlik. Arizadagi barcha ma'lumotlar to'liq va aniq bo'lishi shart. Har bir bo'sh katakni to'ldiring. Qo'shimcha ma'lumot degan joy bo'lsa, u yerga ham o'zingizning holatingizni to'liq bayon eting. Qanchalik aniq ma'lumot bersangiz, arizangiz shunchalik tez ko'rib chiqiladi. B. Hujjatlar ilovasi. Talab qilingan barcha hujjatlarni sifatli skaner qilingan nusxalarini yoki aniq fotosuratlarni ilova qiling. Noto'g'ri yoki loyqa nusxalar arizangizni rad etilishiga sabab bo'ladi. Har bir faylning o'qilishi mumkinligiga ishonch hosil qiling. C. Bog'lanish ma'lumotlari. Telefon raqamingiz va elektron pochta manzilingizni to'g'ri yozing. Shu orqali siz bilan bog'lanishadi yoki arizangizning holati haqida ma'lumot beriladi. Agar aloqa ma'lumotlari noto'g'ri bo'lsa, sizga muhim xabarlar yetib bormasligi mumkin. D. Qayta tekshirish. Arizani yuborishdan oldin barcha kiritilgan ma'lumotlarni bir necha bor qayta tekshiring. Xatolar o'zgartirilishi qiyin bo'lishi mumkin va jarayonni boshidan boshlashga to'g'ri kelishi mumkin. 5. Arizangizning holatini kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan so'ng unga berilgan raqamni saqlab qo'ying. MyBankov.uz portali orqali yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, arizangizning qaysi bosqichda ekanligini muntazam ravishda kuzatib boring. Agar uzoq vaqt javob bo'lmasa, tegishli organlarga murojaat qilishdan tortinmang. Masalan, Davlat xizmatlari agentligi GAL markaziga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz. 6. Muddat haqida unutmang. Ko'pgina ijtimoiy dasturlar yoki yangi to'lovlar uchun ma'lum bir ariza qabul qilish muddatlari belgilanadi. Bu muddatlarni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Agar muddat o'tgan bo'lsa, sizning arizangiz qabul qilinmasligi yoki ko'rib chiqilishi rad etilishi mumkin. Yangiliklarni kuzatib boring va o'z vaqtida harakat qiling. Chunki muddatni o'tkazib yuborish moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, bugungi kunda davlat tomonidan berilayotgan qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar va moddiy yordamlar tizimi yanada adolatli va manzilli bo'lish yo'lida katta o'zgarishlarga duch keldi. Avtomatik ravishda mablag' kelishini kutib o'tirish endi ko'p hollarda sizni hech qanday natijaga olib kelmaydi. Chunki tizim endi sizdan faol ishtirok etishni talab qiladi. Sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan katta qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lmaslik uchun shaxsan o'zingiz faol bo'lishingiz, tegishli hujjatlarni yig'ib, o'z vaqtida ariza topshirishingiz shart. Ma'lumotlarni to'g'ri kiritish, barcha hujjatlarni ilova qilish va arizangizning holatini kuzatib borish juda muhimdir. Yuqorida aytilgan har bir qadamni jiddiy qabul qiling va hech qanday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bu sizning va oilangizning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Oilaviy byudjetingizga qo'shimcha daromad keltiradi va hayot sifatini oshiradi. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu videodan qanday xulosalar chiqardingiz? Siz ham shunday vaziyatlarga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin va bizga kelajakdagi videolar uchun mavzularni tanlashda yordam beradi.
videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishimizga yordam beradi hamda kanalimizning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va yangiliklardan xabardor bo'lib turing.